Zerikib qolmadinglarmi? Yana xonadonga keldik, iltimos qilishdi. 700 mingga katta shkaf kerak emasmi? Hamma zapchastlari bor, endi sekin bo'shatishni boshladik, xudo xolasa. Buni yechib, o'zimiz joyga olib borib qo'yamiz. Kelib o'zinglar olib ketasizlar 700 ming. Mana mana shu holatda bo'ladi. O'zinglar qarab yig'ib olasizlar. Yig'ib beradigan bola bor, 100 mingga yig'ib bersa kerak, xudo xolasa. Xo'p, ikkita karavotimiz bor. Chekadagi detallari yo'q ekan. O'rniga boshqa narsa yig'ib qo'yamiz, xohlasanglar shu turishda. Biz bunga ishlov beradigan bo'lsak, ozgina 300 mingdan sotamiz. Shu turishda 250 mingdan berib yuboramiz. Ikkita yog'ochni qo'yib yuborsa bo'ldi. Lekin baquvvat, bittasini ataylab ochib qo'ydim. Tagida mana taxtasi bor, sandiqli variant. Xudo xolasa buni ham xuddi ikkalasi bir xil. Xohlasanglar отдельно qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar yonma-yon qo'ysanglar bo'ladi. 12 oyga 1 million 800 mingdan tushgan ekan, ishlatilmagan ekan. Bunisi ham vытяжкасы. 12 oyga 1 million 800 mingga tushgan ekan. Xo'p. Bularni 1 million 100 dan berib yuboramiz. 1 million 100 dan. 1 million 300 ming men o'zim oluvdim. Ko'hinurdan, Qorasudan, sal boshqacha anaqasini 1 million 300 mingga oluvdim naqdga. Hamma detallari bor, ochilmagan, ishlatilmagan hali. Olaverasizlar. 1 million 100, 1 million 100. 250 mingdan 700 ming. Shkafni kelishtirib beramiz ozgina. Bular 250 ming bo'lishi. Mustahkam, materiallari baquvvat ekan. Anaqa oshiq-moshini ham ko'rsangiz, boshidan oxirigacha oshiq-moshiga ketgan, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar, kimni uyidan u narsa sotib berish kerak bo'lsa, aytinglar, tekinga reklama qilib beramiz. Bizga pul kerak emas, duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Oynasini yopishtirib beramiz, boshqa qilamiz. Hamma detallarni, kamchiligini to'ldirib beramiz o'rnini. Deylik, mana buzilgan bo'lsa, o'rniga yangisini qo'yib beramiz, misol uchun. Kiyim iladigan joyi ham bor, taxlaydigan joyi ham bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga nima kerak bo'lsa, sochish kerak bo'lsa, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat hammaga.